Assalomu alaykum, men chiroylilarim. Siz nima uchun bunchalik boyib ketdi? Nima ekan buni sabablar? Tinimsiz mehnat. Lekin men qo'y kalla emasman, do'ldaraga o'xshab. Men hamma narsani birinchi qo'ldan olaman. 1000 so'm bo'lsa ham menga qolishi kerak. 100 metrdan, chunki razницasi bu juda katta pul bo'ladi. Men chiroylilarim, kimga material kerak bo'lsa, bu meni 10 yillik sirimni ochadigan kunim bo'lgan. Sexaviylar, bu sahidagi optimchilar, bu gaplarim sizlarga tegishli. Manchib chiroylilari. Olma optimchilar va yomon ko'radimda. Shu nima bo'ldi, nima qildi, zilizlab ketganimga rassa bu sahid 90% optimchilari menga a'zo bo'lgan. Kommentariyani sekin bo'ylasam yaxshi narsalar yozadi. Demak, bularga aytishim kerak. Optimchi rolonchilarni menga o'xshab boyib ketsin, geliklansin, zo'r uchastkalar qilsin. Chunki tikuvchilik oson emas, nenani setirishadi. Mana shu rolondan 100 olsangiz, ishonavering, 20 million, 30 million yoningizga qoladi. Bu degani boyib ketdim degani. Do'ldara chip chiroyli olibsanmi? Mana shu kashifani ko'ring. Mana yaltirashini ko'ryapsizmi? Buni originalda ko'p joy juda ham qimmat sotadi. Mana bo'lishini nech bilan beramiz endi? Ikkinchi ukajon. 40 mingdan beramiz, 40 ming. 40 mingdan. Optimum. Ikkita rulon desam, 100 ta rulon desam beraverasiz, to'g'rimi? Odam tanlamaysiz, tabaqalashtirish yo'q, ha? Chip chiroylilarim, bu gaplarim sizlarga tegishli. Gruppa podдержка, landa o'yin boshlandi. Hammalaring portlatinglar, telefon qilib tindirmanglar, mesajlar olinglar. Faqat menga ham qolsin, bilaman. Mendan ham ko'p savdo qiladiganlar bor, jim yurib, jinnini yo'qiradi. Bu gaplarim sizga tegishli. Oling, mazza qiling, qo'yib keting. Xalq mazza qilsa, men mazza qilaman. Men chiroylilarim, sizlarga bu reklama hamma optimchilar, butun 12 ta viloyatdagi metrajchilar sizlarga tegishli. Hammalaring olinglar.